Bugun ispaniyaliklarning mashhur baliq sho'rvasini tayyorlaymiz. Bunaqasini aniq ichib ko'rmagansiz. Qozonga 1,5 litr muzdek suv, lasos balig'i va sudak balig'idan solib, bitta qaynatib ko'piklarini olamiz. Tuz, chesnok, layim limon po'stlog'i va seldir orqa tomonini solib 20 daqiqa qaynatib olamiz. Bu orada alohida qozonda saryog'ni eritib, piyoz va qizil sabzini qovurib olamiz. Tabga ko'ra tuz va qora murch solamiz. Piyoz o'lgunigacha qovurish yetarli bo'ladi. 20 daqiqa qaynagan baliqlarimizni ko'tarib olamiz va marlidan o'tkazamiz. Tozalangan bulyonga qovurilgan piyozimizni aralashtirib olamiz. 200 gram yumshoq viola pishlog'i, 1 bog' ismaloq, ya'ni shpinatni mayda to'g'rab, uni ham solamiz. Shpinatni solishimiz bilan yana 15 daqiqa qaynaydi va baliq sho'rvamiz tayyor. Baliq sho'rvamizni tuzlarini ko'ramiz va bemalol tanovul qilishingiz mumkin. Yaqinlaringizni hayron qoldirish uchun albatta bu sho'rvani qilib ko'ring. Shunaqa foydali retseptlar ko'proq chiqishi uchun bitta like va bu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.